Management podkasti navbatdagi 3-soni va bugungi bizning mavzuyimiz delegatsiya qilish yoki ruschasiga ko'proq taniqli so'z delegирование. O'zbekchasiga buni tarjima qiladigan bo'lsak, buni to'g'ri ma'nosi ishlarni to'g'ri taqsimlash desak bo'ladi. Xo'p, o'zi qattan bu mavzu kelib chiqdi. Bizaga Turgunov Consulting ko'pchilik tadbirkorlar kelganida bitta muammo bilan kelishadi. Ya'ni, Ravshan, ishlarimni men boshqalarga topshira olmayman. Agar boshqalarga bersam, ular ishlarni yaxshi bajarishmaydi yoki men xohlagandek bajarishmaydi yoki umuman eplay olishmaydi deb aytishadi. Bu ya'ni barcha kichkina tadbirkorlarning muammosi. Ya'ni agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, doim kichkina tadbirkorlarda mana shu muammo bo'ladi. Ular ishlarni birovlarga taqsimlay olmaydi, birovlarga topshira olmaydi va katta ehtimol bilan aynan shu sabab uchun kichkina tadbirkorlar o'rta biznesga va o'rta biznesdagi katta biznesga o'ta olmayotgan bo'lishi mumkin, chunki tadbirkor bu birinchi navbatda o'zini qo'li bilan emas, balkim boshqa odamlarning qo'li bilan o'zini xohlagan ishlarni bajaradigan inson. Keling o'zi bu muammoni ildiziga sal chuqurlashsak, qattan o'zi bu muammo kelib chiqyapti. Meni fikrim bo'yicha bu asosan travmalarda asoslangan, ya'ni tadbirkorlar o'zini super tadbirkor deb hisoblaydi va ko'pincha kompaniyasida bosh qahramon bo'lgisi keladi. Ya'ni ichida balkim bu psixologik taraflarga qarasangiz, ular kompaniyasida eng aqlli inson bo'lishga intiladi va balkim qanaqadir ma'noda men xodimlarim bu ishni qila olishmaydi va bu ishni faqat men qilaman, xodimlarimdan ko'ra 3 barobar zo'rroq ishlayman deyish ularga zavq olib kelayotgan bo'lishi mumkin, chunki boshqa mantiqiy sababni men topa olmadim. Ya'ni birinchi navbatda do'stlar, agar katta tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, katta biznes qilib, misol uchun 100+, 1000+ xodim ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana shu travma ustida ishlash kerak va o'zingizdan aqlliroq insonlarni ishlatishga sekin-sekin o'rganishingiz kerak. Agarda siz doim kompaniyangizda eng aqlli inson bo'lib kelayotgan bo'lsangiz, demak nimadir noto'g'ri qilyapsiz. Bizning lekin vazifamiz bu psixologiyani o'rgatish emas. Bizning vazifamiz bu aniq instrument berish. Ya'ni nima orqali siz ishingizni delegatsiya qilishingiz mumkin. Muammo birinchi navbatda nimadan kelib chiqyapti? Ya'ni nega siz ishlarni taqsimlay olmayapsiz? Managementda biz misol uchun loyihalar boshlaganimizda ko'pincha birinchi navbatda bitta ishdan boshlaymiz. Bu organizatsion strukturani tuzib chiqamiz kompaniyada. Ya'ni aytaylik, biz ishlarni delegatsiya qilmoqchimiz va kimgadir birinchi vazifani bermoqchimiz, kimgadir ikkinchi va kimgadir uchinchi vazifani bermoqchimiz. Lekin afsuski birinchi vazifa o'zi kimga berilishi kerakligini ham bilmaymiz. Yoki ikkinchi vazifaga kim ko'proq mos va uchinchi vazifa kimi o'sha ish yo'riqnomasida o'sha mas'uliyatlarga kiritilgan. O'shaning uchun bizga birinchi navbatda ishni delegatsiya qilmoqchi bo'lsak, org struktura kerak. Chunki ko'p kompaniyada ko'rgan muammoimiz, hamma xodimlar hamma ishni bajaradi. Ya'ni konkretni bo'linib chiqmagan. Bu xodim bunga javob beradi, bu xodim bunga javob beradi. Agar siz hozir kompaniyangizda ham shunga o'xshab bardak bo'layotgan bo'lsa va qaysidir bo'limda ko'pincha yana eslab qolaylik, masalan, B2B segment bo'lsa, ko'pincha sotuv bo'limida xodimlar bo'lmaydi yoki ko'p kompaniyada HR bo'limida xodimlari yo'q. Ya'ni o'z strukturada qo'yilmagan yoki ko'p bo'limlarda, masalan, marketing ko'p kompaniyada marketing bo'limi bo'lmasligi mumkin va hokazo. Agar shu bo'limlarda sizda odamlar yo'q bo'lsa, mas'ul shaxslar yo'q bo'lsa, demak siz o'sha bo'limga delegatsiya qila olmaysiz. Chunki kimga bu vazifani berasiz? Oxir-oqibat baribir o'sha vazifa o'zida qolib ketadi. Ya'ni hozir org struktura tuzamiz. Mana misol uchun hozir ekranda sizga qanday misollarni ko'rsatishimiz mumkin. Org strukturada tepada CEO bo'ladi, pastida bo'lim bo'ladi va bo'limda rahbarlar, keyin tagida xodimlar. Agar qaysidir bo'lim bilan bog'liq bo'lgan vazifa bor bo'lsa, biz uni bo'lim rahbarlariga beramiz. Va bo'lim rahbari o'zi uni taqsimlab, bo'lim ichidagi xodimlar bilan hal qilib tashlashi kerak. Delegatsiya qilishdan oldin bizga bitta savolga javob berishimiz kerak. O'zi bu ishni topshirishga meni odamim bormi? Bu vazifani qila oladigan. Agarda yo'q bo'lsa, demak bu ishni o'zimiz qilamiz. Vazifani kimga topshirishni aniqladik. Endi keyingi muammoga o'tadigan bo'lsak, endi biz vazifani qanaqa qilib topshirsak uni bajarishadi. Chunki siz aytaylik marketing bo'limiga bog'liq bo'lgan vazifani marketologga bersangiz, u hammasini yechib ketadi degani emas. Baribir siz to'g'ri instrumentlardan foydalanishingiz kerak va vazifani to'g'ri topishingiz kerak. Keling o'zi undan oldin bitta o'zimizga savol berib ko'ramiz. Ya'ni nega o'zi kompaniyalarda xodimlar vazifalarni bajarmaydi? Buning uchun asosiy 3 ta sabab bor va mana shu 3 ta sababda kompaniyada samaradorlik juda ham baland. Ya'ni ko'p ishlarni bajara olishmaydi.
Xo'p, birinchi sabab bu albatta mikromanagement. Ya'ni siz xodimga vazifani beryapsiz, lekin o'sha vazifani bajarishga vakolat bermayapsiz va ko'p jarayonga o'zingiz aralashyapsiz. Shu mikromanagerlar odatda bu super tadbirkorlar, o'zini eng aqlli va o'zini xodimlarini nima desa bo'ladi, qo'llanishsa kelmaydi deb hisoblaydigan tadbirkorlarda mikromanagement kuzatiladi. Ular ko'p jarayonga aralashaveradi. Shu sabab xodimlar vazifalarni ham vaqtida bajara olmaydi. Chunki, misol uchun, mikromanagement qanaqa bo'ladi? Aytaylik, siz kompaniyangizga bitta moliyachini olyapsiz va unga aytyapsiz, menga sofalarni ochib berishing kerak va xarajatlarni kamaytirishing kerak. U xo'p deyapti, ishlashni boshlayapti, lekin aslida ishlashni boshlay olmayapti, chunki siz unga xarajatlarni boshqarishga vakolat bermadingiz. Hamma xarajatlarni baribir o'zingiz kontrol qilyapsiz va u unga hech narsa qilishga bermayapsiz. Keyin oxirida san qo'lingdan hech narsa kelmaydi, buni ishdan bo'shatib yuborasiz. Bu shu mikromanagement deyiladi, ko'p jarayonga aralashish. Agarda siz mikromanager bo'lishni xohlamasangiz, demak siz mas'uliyatni berasiz, vakolatni berasiz va oxirida natijani talab qilib olasiz. Lekin jarayonda har safar aralashursangiz, siz mikromanager bo'lasiz. Ikkinchi muammo bu vazifa aniqsiz bo'lganligida. Ya'ni xodim kompaniyada ishlayapti, unga siz vakolat bergansiz. U vazifani bajarishni xohlayapti, lekin siz nima xohlayotganingizni afsuski u tushunmayapti. Ya'ni katta ehtimol bilan bu yerda bizda reglamentda tuzilmagan, o'zi qanaqa ishlarni bajarish kerak xodim yoki-da qaysidir konkret ishni beryapsiz. Misol uchun, sotuvchiga vazifa beryapsiz, o'sha klientskiy baza bilan gaplashib chiqish va qayta aloqa qilib chiqish har bitta odam bilan. Sizda bazangizda 1000 ta odam bor. Xodim lekin bilmaydi qaysi tarzda uni qilish kerak. Telefon qilib nimalar deyish kerak va hokazo. Ya'ni vazifani tushunmasligida bo'ladi. Mana shu vazifa aniq berilmasligi bu ikkinchi katta muammoimiz. Ya'ni jarayon aniqsiz bo'ladi va undan tashqari yakuniy natija aniq bo'lmaydi. Ya'ni mana bitta ish qilinishini xohlaymiz. Zo'r. Aytaylik, bitta ish, bizda restoran bor deylik, bitta povurdan biz bitta ovqatning tayyorlanishini xohlaymiz. Endi tasavvur qiling, ovqat tayyorlashni aytyapmizda, lekin ovqat oxirida qanaqa ta'mga ega bo'lishini aytmaymiz. Ya'ni biz unga osh tayyorlashni aytyapmiz. Osh tayyorlash kerak, oxirida shu guruchlari yumshoq, lekin slishka yumshoq bo'lib ketishi kerak emas, o'ylaydi. Keyin go'shtlari shirin, tuzlari normada bo'lib, mana shu shirin chiqishini ifodalamasdan, ya'ni shunchaki osh tayyorlayapmizda, u oxirida tushunmayapti o'zi qanaqa osh bu xohlayotganligini, bu rahbarim nima xohlayapti o'zi deb tushunmayapti. Va natijada u o'zi bilgancha qo'yapti, keyin biz uni urib tashlayapmizda. Shuning uchun vazifalar biz xohlaganimizdek bajarilmaydi, chunki biz qanaqa xohlashimizni aytmaymiz xodimlarga. Delegatsiya qilishda shu narsalarga e'tibor beringlar. Agar ehtiyoj bor bo'lsa, ehtiyoj albatta bo'ladi. Har bitta kompaniya tuzish kerak bu meni fikrim bo'yicha. Reglamentlar va biznes protseslarni tuzib chiqing bu holatda. Uchinchi sabab bu nazorat yo'qligi. Ya'ni, misol uchun, har bitta ishni berayotganingizda siz uni talab qilib olishingiz kerak. Agar qaysidir ishni talab qilib olmasangiz, demak, u ish bajarilmaydi. Misol uchun, bizda situativ vazifalar bo'ladi va regular vazifalar bo'ladi. Regular vazifalar, misol uchun, sotuvchi har kuni telefon qilish kerak. Sizni o'sha klientskiy bazangizga yoki yangi tushgan lidlarga har kuni qilish kerak va situativ vazifalar ham bo'ladi. Misol uchun, bitta juda muhim klient bor, sizga aloqaga chiqdi, nimadir aytmoqchi, keyin siz bu ishni sotuvchiga bera olasizda, "Men juda muhim klient, bugun yopishing kerak" deb unga vazifa beryapsiz. Bu situativ, ya'ni har safar bo'lmaydi, balkim bir oyda bir, 2 haftada bir bo'lib qolishi mumkin tasodifdan. Boshqaruvni chuqur o'rganaman desangiz, 1 haftada, 2 haftada bir management podkastini ko'rish yetarli emas. Undan tashqari siz ko'proq ma'lumot olishingiz kerak bo'ladi va afsuski YouTube bu uchun yechim emas, lekin bizda boshqa yechimimiz bor. Bu meni Telegram kanalim. Uni nomi Aqlli kishi. 4 yildan beri yurityapman, lekin oxirgi yil asosan uni management haqida, shu boshqaruv, biznes haqida yurityapman. Unga obuna bo'linglar, chunki deyarli har kuni yoki har 2 kunda bir bitta matn yozaman va o'sha bizning jarayonimizda kelib chiqayotgan muammolarni o'tda yoritib beraman. Obuna bo'linglar, pastda men havolani qoldiramiz. Xudo xolasa, management haqida yaxshi bilimlar o'shda ulashib boramiz. Endi bu ikki xil vazifalarga bizda baribir o'sha nazorat bo'lishi kerak.
Misol uchun, men odatda qanaqa qilaman? Regular vazifalarga biz dashbord ishlatamiz va dashbordda men har kuni ko'rib turaman, kimda nechta sotuv bo'ldi, kim nechta odamga telefon qildi va kim nechta uchrashuv belgiladi. Eslatib o'taman, biz B2B segmentda ishlaymiz. Bizda agentlik bor, marketing agentlik. Biz performance marketing qilib beramiz, lead generatsiya va tizimlashtirish bor, Turgunov Consulting. U yerda biz kompaniyani tizimlashtirishga o'sha qiyin loyihalar olamiz. Bu yerda chekli katta bo'lganligi uchun biz o'sha uchrashuvda sotamiz. Zo'r, endi o'sha uchrashuvni nechtasini belgilayotganligini biz doim nazorat qilib borishimiz kerak. Bizda mana 4 ta sotuvchimiz bor. O'sha sotuvchilar qanaqa ishlayapti, biz doim kuzatib boramiz o'sha dashbordlar orqali. Sizda agar nazorat bo'lmasa, siz qanchalik zo'r vazifalarni tushuntirib berib topshirmang yoki qanaqa zo'r xodim olmang, sizda mana shu muammo kelib chiqadi. Ya'ni muammo nimada? Nazorat yo'qligida siz xodimga ishlamaslikka imkoniyat yaratib beryapsiz. Ya'ni sizda o'zi kompaniyada ma'lumot qanchalik tez almashadi. Agarda mana shu dashbordda joriy qilingan bo'lsa, xodim ishlamayotganligini bir kun ichida aniqlay olasiz. Lekin afsuski, biz O'zbekistonda qanaqa vaziyatni ko'ryapmiz? Xodimlari 1-2 haftadan beri ishlamayapti, kerak bo'lsa 1-2 oydan beri ishlamayapti. Rahbar esa bexabar. Ya'ni xodim ishlamayapti, u esa 2 oydan keyin bir oy bu ishlayotgan ekan-ku deydi. Keyin uni ishdan bo'shatadi. Kompaniyangizda agar ma'lumot sekinlashayotgan bo'lsa, siz o'sha kompaniyangizda o'g'irlik bo'layotganligini aniqlay olmaysiz. Kerak bo'lsa, o'sha umuman kimdir ishlamasdan ishga kelmayotganligini aniqlay olmaydigan rahbarlarni ko'rganmiz va hokazo. Ushbu muammo delegatsiya qilishga xalaqit beradigan asosiy omillar deb hisoblanadi va agarda siz kompaniyangizda delegatsiya qilib xodimlar bilan zavq olib ishlamoqchi bo'lsangiz, ya'ni kattaroq ob'yemda ishlamoqchi bo'lsangiz, chunki siz o'zingiz katta ob'yemda ishlay olmaysiz, siz balkim maksimum 2 ta yoki juda ham super tadbirkor bo'lsa 3 ta xodim o'rniga ishlaysiz, lekin hech qachon 50 ta, 100 ta odamni o'rniga ishlay olmaysiz. Agarda siz katta komanda qurmoqchi bo'lsangiz, ushbu muammolarni siz to'g'rilashingiz kerak. Ya'ni eslatib o'taman, birinchi navbatda siz mikromenejment to'g'rilashingiz kerak va jarayonga doim aralashishingiz mumkin emas. To'g'ri xodim qo'ydingiz, mas'uliyatni berdingiz va bo'ldi. Keyin aralashmaysiz. Ikkinchi masala, vazifalarni aniq berishingiz kerak. Ya'ni u o'sha vazifa qanaqa qilib bajariladi va yakuniy natijasi uni qanaqa bo'lishi kerak. Va uchinchi nazorat. Siz eng zo'r xodim olasizmi? Steve Jobsni ishlatmaysizmi o'zingizni marketing bo'limida? Afsuski, yulduz xodim hech qachon yechim bo'lmagan. Eng zo'r kompaniyalar o'rtacha xodimlar bilan va kuchli tizimlar bilan quriladi. Ya'ni sizga hech qachon yulduz xodimlar kerak emas, sizga o'rtacha xodimlar va yaxshi ishni bajaradigan xodimlar kerak. Siz ularni qanaqa qilib boshqarasiz? Dashbordlar orqali, ya'ni nazorat qilishingiz kerak. Vazifalarni berdingizmi, nazorat qilib olasiz. Agarda siz xodim o'ziga ishonib qo'yayotgan bo'lsangiz, sizni kompaniyangizda delegatsiya tizimini qo'yish o'xshamaydi. Mana shu muammoni yechish sizni kompaniyangizda samaradorlik oshadi va xodimlar o'z vazifalarini bajarishni boshlaydi. Agar nobodi bajarmasa, dashbord sistemasi orqali siz buni tez orada aniqlay olasiz. Qisqa qilib aytganda, Management podkast 3-soni shu haqida bo'ldi. O'z fikringizni izohlarda qoldiringlar va qaysi mavzularda yechim olishni xohlagan bo'lardingiz? Biz esa o'z tajribamizdan kelib chiqib, o'z loyihalarimizda qilgan xatolarimizdan kelib chiqib, sizga o'sha masalani yoritib beramiz. Sog' bo'linglar va albatta menejment bo'yicha biliminglarni kuchaytiringlar. Xayr.